Jamshid aka, siz kuyovni ushlab turing. Ana opa yordam beradi. Keling. Kelin tushirishga yordam bering, men o'zim ishlab turaman. Xullas do'stlar, to'yimizda Bobojon Uz kanali o'zini homiyligi ostida bir niyat qilib, shu aka dedi, xalqning duosini olsam, mana shu to'yga o'zimni hissamni qo'shsam. imkoniyat cheklangan insonlarning to'ylarini ustozlarimiz bilan birgalikda qo'ldan kelguncha harakat qilib, yoritib berib, shu insonlarni qo'llab-quvvatlayapmiz. Hozir imkoniyati cheklangan akamiz ismlari nima edi? Elzodjon akamiz hozir shu opalari bo'ladi, o'zgina yordam berishadi. Jarayonni birgalikda yoritamiz. Yordam beraymi? Xullas azizlar, duoda bo'linglar. Men o'tib ketayin. Mana kuyov qilich bo'lib kelgan bugun kastim shimlar, galstuklar tortib. Qandaysiz? Zo'rmi? Xursandmisiz? Sizlar albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib, qo'ldan kelgancha bugungi to'yimizni zo'r o'tishini albatta sizlar baholaysizlar. Xudoolasa hozir mana kelin-kuyov salondan keldi. 2 soatdan keyin to'yni boshlaymiz. Xudoolasa like'larni gumillatamiz, ha Bobojon. Shunday. Endi kelinni tushishiga ham yordam qilamiz-da. Jamshid aka, siz kuyovni ushlab turing. Ana opa yordam beradi. Kelin tushirishga yordam bering, men o'zim ishlab turaman. Xullas do'stlar, kommentariyada 2 yoshni duo qilasizlar degan umiddamiz. Sababi Ramazon oyida tugagandan keyin shunchalik videolarimiz ketma-ketligi ko'payib ketyapti. Hammasiga Xudo xolasa harakat qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Endi hozir mana kelinni ham bir og'iz gapirtiraylik mana shu yerda. Sal yaqinroq olaylik. Kelinning ismi nima edi? Juda ko'pchilik gaplashib ismini. Gulshan. Xursandmisiz bugun? Qani bitta fikrlaringizni ayting, qani balandroq gapiramiz. Bugun bo'layapti ekan, shu oq libosda ota-onamga, yangamlarga, hammasiga sog' salomat tilayman. Mana yangamni ham shu to'yning arafasidan o'g'illarni ko'rsam, men shu niyatim bilan ota-onamga va yangamlarga salomat tilayman. Va sizlarga ming rahmat. O'zingizni xursandchiligingizni ayting. Og'aylaringizga gap yo'q, hammasi baxtli bo'lsin. O'zingizdan gapiring. Bugun xursandmisiz? Xursandman. Kuyov bola, sizchi? Xullas do'stlar, ayrim kamchiliklar bo'lishi mumkin, chunki doira ostida olib kira olmayapmiz. Bobojon, men hozir shuni aytayman-da, hozir ko'pchilik nimaga bu o'yin-kulgi doira har doimgidek boshqacha qilmayapsizlar degan savolga aytaylik. Hozir bularni faqatgina chiroyli qilib salondan olib keldik. Hozir 2 soatdan keyin to'y boshlanadi. Undan keyin kechki payt efirlarni ko'rasizlar. Prosta boshqacha bo'ladi. Do'stlar, nima uchun Registonga olib chiqmaganligini sababini aytib o'taman. Chunki kelin-kuyovni o'zlari bilan maslahat qilgan holatda kuyovimiz qiynalib qolmasin, yurishga qiynaladi deb shu sababdan Registonga olib bormadik. Registonni mana shu yerda qilamiz. Ketdik qani. Tez muzika o'ynab ham beramiz, mayli. Gap yo'q. To'ylar muborak, ratatam, hey! To'ylar muborak. Mana biz o'ynab beramiz. Bizga farqi yo'q. Bo'ldi. Ko'ngil tozalsa bo'ldi. Imkoniyat cheklangan insonlar baxtli bo'lsa, biz rosa xursandmiz. Kelinglar endi. Jigarlar, yana bitta narsani aytmoqchiman. Bugungi to'yimizda Bobojon Uz kanali o'zini homiyligi ostida bir niyat qilib, shu aka dedi, xalqning duosini olsam, mana shu to'yga o'zimni hissamni qo'shsam, chiroyli qilib bir to'y qilsak degan bir maslahat bilan to'yni boshladik. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab, like'larni bosasizlar. Mana hozir kelin-kuyovlarni uyga joylashtirib turamiz vaqtincha va undan keyin sizlarga kechki payti jonli ijrolarda bo'lgan ajoyib to'yni ko'rsatamiz. O'ynab beraman shular uchun. Qo'shiq aytish bilasizmi?
Bitta aytavering, qanaqa qo'shiq bor? Qanaqa qo'shiqda aytay? Farqi yo'q, любой. Lizinga bo'lsa. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. Laykni bosamiz. Kommentariyaga duo qilamiz. Jigarlar. Qo'shiqchi ham bo'lamiz, o'yinchi ham bo'lamiz. Bugun bizni to'y bugun. Shunday. Mana bu tomonga eshik ochaymi? Sekin kelamiz. Mana bu yerda bir yana kelinchamiz bor ekan, ha? Ismlari nima ekan bu kelincham? Shabona Bonu. Endi harakat qilamiz sekin kirishga. Bobojon, kayfiyatlar qanday bo'ldi? Kayfiyatlar har doim judanam a'lo darajada. Qo'yasizmi? Xudo bo'lsa, hozir videoni qo'yaman. 2 soatdan keyin promo kechki efir paytda bo'ladi. Efir bo'ladi. Do'stlar, mana shu videoga qo'ldan kelgancha bir imkoniyati cheklangan oila bugun baxtli bo'ladi. Va Bobojon o'z kanalini Bobojonni duo qilib qo'ysalaringiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Videoga mana shu yergacha ko'rib, like bosib turgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum hurmatli Bobojon o'z kanali muxlislari. Barchalaringizni mana shu hayit ayyom bilan chin dildan tabriklayman. Shunday bir ajoyib Ramazon ro'za Ramazon kunlari, hayit bayramlarida uchrashib turgan uchun sizlardan xursandman. Sizlarga kichkinagina murojaatim bor. Mana shu meni ukam bo'ladilar. 86-yil tug'ilgan, 2 yoshda. 5 o'g'il, bir qizmiz. Bittagina opaman. Shu 1 yil bo'ldi shu ukam qo'ymaydi-ki meni olib boring Bobojon o'z kanaliga, uylariga boraylik. Ayting men haqimda. Men ham baxtli bo'lishga niyatim bor-ku. Men ham Xudoning bandasiman dedi. Shunga qarang, endi mana shu bugungi kun nasib bo'lgan ekan, mana kelib turibmiz. Ukam koleskada o'tiradi, shu tug'ilgandan shunday. Lekin miya butun. Mana telefon, bittasi meniki bo'lsa, bittasi ukamniki. Mana shu telefonda bemalol ovozli xabar qilib gaplashadi men bilan. Bayramlarda tabriklaydi, kalla butun. Pensiya olib, pensiyani o'zi hisob kitobni ham hamma narsa matematik hisob deysizmi, boshqa deysizmi, pulni hisob kitobi deysizmi, telefon ishlatish deysizmi, hammasini o'zi bajaradi, o'zi mustaqil. O'zining maishiy xizmatlari deysizmi, ovqatlanish, yurish, turish, hojatga borish, hammasini o'zi yuklaydi. Faqat shu oyoq yo'qda, qo'l yo'q, oyoq yo'q, mana shu aravaga mixlangan. Biz bilan gaplashsa, butun hamma gaplarni eslab, xotira, hamma narsa joyida, orzu umidlar joyida. Boya aytganimdek, hamma narsa, hurmat, boshqa hamma narsaga kalla yetadi, kalla butun. Shunga endi biz hurmatli yaxshilar sizlarga murojaat qilayotganimiz, kimda-kim bir eli haqchilikda chiqsa, shu bolaga ham bir turmush o'rtoq bo'laman degan, shuni ko'ngliga qaytgan bo'lsa, qani bu shunday bir yaxshi soliha qiz chiqsa deb niyat bilan kelganmiz. Sharoitimiz shu Samarqand Jonboy markazida turadi, ukamning o'zining uyi bor, alohida, uchastka, 3 xonali. Hamma sharoitlari, gaz bor, svet bor, uchmaydi, sovuq suv, hamma sharoitlari bor. Hozircha onam bilan birgada, unga endi ovqatini qilib berib turadi, boshqa qiladi. Endi agar alohida shunaqa ro'zg'or qiladigan bo'lsak, to'ylar o'tkazsak, o'zini alohida qo'ymoqchimiz o'zlarini. Shuning uchun shu bolaga baholi qudrat qarolaydigan, ovqatini pishirib beradigan qiz bo'lsa, mayli. Farzandi bo'lsa ham qabul qilamiz. O'zlari mana baxtli bo'lib ketsa bo'ldi. Niyat maqsadimiz shu. Ketgan vaqtlaringiz uchun uzr so'rayman. Sog' bo'lingizlar.
yanagi hayit bayramlarida mana shunday uchrashib ko'rishib turish baholi qudrat barchamizga Allohning tarafidan nasib bo'lgan bo'lsin. Rahmat hamma.